Litva parlamenti Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan bostirish siyosatlarining xarakterini rasmiy holda insoniyatga qarshi jinoyat va Uyg'ur qirg'inchiligi deb bekitdi. Litva davlatlik radio televiziya to'rining 20 maydagi xabarda aytilishicha, Litva parlamenti mutlaq ustunlik bilan qaror ma'qullab, Xitoy hukumatining zo'r ko'lamlik, sistemalik bo'lgan insoniyatga qarshi jinoyatlarni ayblaydiganligini bildirgan. Shundaqla Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va Yevropa Ittifoqini Uyg'ur qirg'inchiligi hamda insoniyatga qarshi jinoyatlar haqidagi qonuniy tekshirishni tezdan boshlashga chaqiriq qilgan. Qarorda yana Xitoy hukumatini bu xil qirg'inchilikni to'xtatish, qonunsiz ishki a'zolar sotisiga xatima berish, barliq vijdon mahbuslarini darhol qo'yib etish hamda lagerlarni tezdan taqashga undagan. Litva parlamentining Uyg'ur qirg'inchiligi haqidagi qarori rasmiy ma'qullikdan o'tgandan keyin Xitoy elchixonasi tezdan bu qarorga qarshi chiqib, buning bir maydon saxtalik va yolg'on uchurlarni asos qilgan yomon g'arazlik siyosiy o'yin bo'lganligini ta'kidlagan. Shundaqla bu qarorning o'zlarining Uyg'ur diyoridagi muqimlik yaratish, terrorlik va asabiylikka qarshi turishda qo'lga keltirgan utuqlarga qora chaplash ekanligini hamda qo'pollik bilan boshqa davlatning ichki ishiga aralashganlik bo'ladiganligini bildirgan. Litva parlamentining a'zosi Dovel Sakalyana bu vaqtda so'z qilib, biz demokratiyani himoya qilganligimiz uchun bu qarorni oldik. Chunki biz o'tmishda kommunistik tuzumning 50 yillik asoratini boshdan kechirgan degan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika hukumati Uyg'ur qirg'inchiligi haqidagi qarorni rasmiy e'lon qilgandan keyin Kanada, Gollandiya, Angliya qatorliq davlatlarning parlamentlari mush xildagi qarorlarni ma'qullagan edi. Әмді Балтық деңізі бойыдagi Litva parlamentining Uyg'ur qirg'inchiligi haqida rasmiy qaror elishi Uyg'urlar duch kelayotgan bostirishga qarshi dunyoviy birlik sapning bag'ansir kengayotganligining bir misoli deb qaralmoqda ekan.